O'tkazib yuboraman. Bugundan kech qolmaydi, ha. Mana qo'limda hujjatlar, ha. Bo'ldi. Kechiring, meni man ko'rmay qolman. Yo'q, hammasi yaxshi. Hamma ayb o'zimda. Yuring, men sizni doktorga olib boray. Yo'q, hozir doktorga borsak nima bo'ldi deb surishtiradi. Sizga muammo bo'lishini xohlamayman. Undachi meni nomerimni yo vizitkamni olib ola qoling. Mana bu narsa kerak bo'lsa telefon qilasiz, xo'p? Mayli, xo'p. Ehtiyot bo'ling. Gulni sizga jo'natishdi. Kim? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nimaga menga gul jo'natdingiz? Men Abror, kecha mashinangiz tagiga kirib ketgan bo'laman. Uzr, sizni noqulay ahvolga qo'ydim. Uzr, tanimabman. Yaxshimisiz? Sizni kechki ovqatga taklif qilsam nima deysiz?